Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya sarfi hajmini keskin kamaytirishga, energiya tejovchi texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish orqaligina erishiladi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasida ishchi guruhi Farg'ona viloyatidagi yirik sanoat va ishlab chiqarish korxonalari hamda tadbirkorlik subyektlarida energiya samaradorligiga erishish bo'yicha o'rganishlar olib bordi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida 2 million tonna neft qayta ishlanadi. Zavod infratuzilmasi uzoq yillar modernizatsiya qilinmagani sabab energiya sarfi yuqori edi. Energiya sarfi bo'yicha audit o'rganishlar natijasida tarmoqlarni optimizatsiya qilish davom etmoqda. Masalan, o'tgan yili zavod 181 million kilovatt-soat elektr energiyasi, 26 million kub gaz iste'mol qilgan bo'lsa, 2025-yilda 25 million kilovatt-soat elektr energiyasi, 3,5 million kub gazni iqtisod qilish maqsad qilinmoqda. Hozirgi kunda zavod binolarining tom qismlariga 1.3 megawatt quvvatdagi quyosh panellari qo'yilgan. Bu yerda neft gazlarini dietanol amin hisobiga tozalaydi. Tarkibidagi serasini absorpsiya yo'li bilan tozalab qaytarib ishlab chiqishga yaroqli gazga aylantirib turib ishlab chiqarishni ishlatamiz. Avariya fakil xo'jaligida o'sha haqiqatda tarkibi qayta ishlashga mo'ljallamaganligi uchun yoqilardi. Bu gazlar buni yoqishni oldini olish uchun biz o'sha gazlarni yig'ib, shu yerda tozalab, qaytarib ishlab chiqarishga qaytaryapmiz. Issiqlik energiyasini tejash uchun bizda oldin zavod katta quvvatlarga mo'ljallangani uchun hozir optimizatsiya qilyapmiz. Shuning uchun quvurlari diametri 600 700 mm bo'lgan. Ularni kichkinaytirib 200 ga yetkazyapmiz, chunki issiqlik energiyasini transport qilayotgandek yo'qotishlar oldini olyapmiz. Askuyen yo'lga qo'yganmiz. Elektr tig'iz paytda 1350 so'm pul to'lanadi. Kechki tungi paytda 600 so'm. Aholi uchun eng elektr energiya kerak bo'lgan paytda zavod uskunalarini optimizatsiya qilib iqtisodga erishyapti. Shuningdek, Italiyadan keltirilgan 100 tonnalik 3 ta bu qozonlari o'rnatilgan. Ishchi guruhiga modernizatsiya qilinayotgan uskuna va texnikalar haqida batafsil ma'lumot berildi. Farg'ona issiqlik elektr markazi aksionerlik jamiyati iqtisodiyotning muhim tarmoqlarini va ijtimoiy soha obyektlarini issiqlik va elektr energiyasi bilan barqaror ta'minlab keladi. Markaz yashil energiyani rivojlantirishga alohida e'tibor qaratgan. Muhtaram prezidentimizning qo'ygan topshiriqlari bo'yicha energiya resurslarini tejash bo'yicha bizning korxonamizda issiq elektr stansiyalari birgalikda quyosh panellarini o'rnatish rejalashtirilgan. Bu yilga xudo xolasa 20 megawatt. Undan tashqari bugungi kungacha 3160 kilovatt-soat o'rnatilgan shu territoriyamizga. Buning natijasida bizda o'rtacha yiliga bugungi kungacha 5 million kubometr gaz iqtisod bo'lyapti, 3,5 million kilovatt-soat elektr energiya iqtisodi bo'lyapti. Bu yilga rejalashtirilgan 20 megawatt quyosh panellarini o'rnatishimiz natijasida bu ko'rsatkichlar salkam 3-4 baravarga oshib, o'z ehtiyojimizga ishlatilgan elektr energiya va tabiiy gazni iqtisod qilish maqsadida aholiga uzluksiz va yetarli darajada elektr energiya bilan ta'minlash masalasi oldimizga maqsad qilib qo'yib olganmiz. Ishchi guruhining o'rganishi yirik trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi tekstil korxonasida davom etdi. Korxona yiliga 47 million kilovatt-soat elektr energiyasini sarflaydi. Iste'molning 30%ni quyosh panellari orqali qoplash maqsadida Malayziyaning Sunwave kompaniyasi bilan hamkorlikda loyiha amaliyotga tatbiq etilmoqda, deydi korxona bosh muhandisi. Oltiariqlik ishbilarmon tadbirkor Nuriddin Alqulov qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bilan shug'ullanib keladi. Tadbirkor dastlab 2000 tonnalik muzlatgichni barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun 3 megawatt quvvatli quyosh panellarini o'rnatdi. Ishchi guruhi vakillari tadbirkor bilan manbaning afzalliklari haqida suhbatlashdilar. Tadbirkor esa yangi loyihalari bilan o'rtoqlashdi. 2000 tonnalik muzlatgichga bir yilda o'rtacha 1 milliard 100 million so'mlik elektr energiya uchun pul to'laymiz. Ekonom qilish uchun biz fermer xo'jaligimizga 3 megawattli quyosh loyihasini boshladik va bugungi kunda bitirish arafasida turibmiz. Bu 3 megawattli quyosh loyihasini bitirganimizdan keyin 1000 kilovatti o'zimizning fermer xo'jaligi ehtiyoji uchun, qolgan 2000 kilovattini xalq iste'moli uchun davlatga sotamiz. Quyosh panellarimizni eng yaxshi tomoni birinchidan xavfsiz, ikkinchidan karbonat angidrid gazini chiqarmaydi. Zamonaviy innovatsiyani qo'llagan holda hamma tarmoqlarni kompyuterlashtiramiz. Asosiysi sof foydamiz bizda 3 baravarga oshadi. Sof foydamiz oshgani hisobiga biz kelajakda yana qo'shimcha 3 megawatt loyihani boshlamoqchimiz.
Farg'ona viloyatida energiya resurslaridan oqilona foydalanishda yo'qotishlarni oldini olishda ham yaxshi natijalarga erishilmoqda. Bu borada Farg'ona Politexnika instituti bilan ilmiy-texnikaviy yondashuvlar asosida o'rganishlar olib borilmoqda. Olim va mutaxassislarning takliflari amaliyotga tatbiq etilmoqda. E'tiborga olyapmizki, bugungi kunda energiya yo'qotishlar uchun juda ham ko'plab ma'lumotlar manbai yig'ilgan. Bu ma'lumotlar manbaini to'g'ri tahlil qilish uchun hozirda o'sha zamonaviy texnologiyalardan, ya'ni sun'iy intellektdan foydalangan holatda biz o'zimizdagi mavjud muammolar joyini aniqlab, hamda shu aniqlangan muammolarni joyiga chiqib o'rganish taklifi bilan ilmiy o'rganishlarni davom ettirmoqdamiz. Buning uchun biz viloyatimizdagi 176 ta podstansiya, 1040 ta feederda uzatmalarimizdagi holatlarda qizil, sariq, yashil hududlarga bo'lgan holatda ishlarda eng energiya yo'qotilishi ko'p bo'lgan feederlardan boshlab mana shu yerdagi energiya yo'qotishni oldini olish bo'yicha bir qator tavsiyalarni ishlab chiqishga erishyapmiz. Asosan qishloq hududlarda energiya uzatishlari, liniyalari uzoq masofalarga tortilganligi uchun bularda energiya yo'qotishlarini oldini olish uchun shu transformatorlarimizni rusumlarini uchburchakdan ko'ra uchburchak yulduz ko'rinishdagi transformatorlarga almashtirish va bu ko'rinishdagi transformator energiya yo'qotishlarini mavjudlariga nisbatan 20-30% gacha tejash imkoniyatlari berishini ilmiy isbotlab hisob-kitoblar ishlari amalga oshirildi. Bugun xonadonlardan boshlab yirik ishlab chiqarish zavod va korxonalarda ham yashil energiyani rivojlantirishga kirishilgan. Hisob-kitoblar qilinib, aholi, tadbirkorlar daromad olish maqsadida ham muqobil energiya manbalaridan keng foydalanishmoqda. Viloyat prokuraturasi organlari tomonidan bugun qaytib kelayotuvchi energiya manbalarining joriy etilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatilgan. Farg'ona viloyatida bugungi kunda 904 megavat quyosh panellari o'rnatildi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan joriy etilishidan tashqari energiya tejamkor gaz yondirgichlar, energiya tejamkor uskunalar o'rnatilishi bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Buning uchun eng avvalo yirik iste'molchilarimizni energiya auditdan o'tkazishlari olib borilyapti. Bugungi kunga qadar 2 ta yirik korxonamiz energiya auditdan o'tkazildi. Shuningdek, 2004 ta iste'molchiga tejamkor garelkalar o'rnatildi. Bosh prokuratura ishchi guruhining o'rganishlari davomida energiya samaradorligiga erishish borasidagi ishlar bilan tanishilib, mas'ullarga zarur tavsiya va topshiriqlar berildi.